Hurmatli boshqaruv organlari rahbarlari, eslatib o'tamiz, davlatimiz rahbarining 48-son qaroriga muvofiq har chorak yakuni bilan bajarilgan ishlar, tushumlar va xarajatlar bo'yicha ma'lumotlar Mening uyim axborot tizimiga kiritilishi lozim. Mazkur hisobotlar uy mulkdorlari uchun ochiq bo'lib, ular o'z mablag'lari qay tarzda sarflanayotgani, uyda qanday ishlar amalga oshirilgani va rejalashtirilgan tadbirlar haqida ma'lumot olib borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ochiq va o'z vaqtida taqdim etilgan ma'lumotlar mulkdorlar ishonchini mustahkamlaydi, boshqaruv jarayonining shaffofligini ta'minlaydi hamda aholi bilan samarali muloqot o'rnatishga xizmat qiladi. Hisobotlarni o'z vaqtida tizimga kiritish qaror bilan belgilangan qat'iy talab va har bir boshqaruv organining majburiyati hisoblanadi. Ma'lumotlarni belgilangan muddatlar bilan kiritmagan taqdiringizda belgilangan tartibda Mening uyim billing tizimidagi faoliyatingizga nisbatan cheklovlar qo'llanilishidan ogohlantiramiz. Talab barcha uchun bir xil, mas'uliyat ham barcha uchun teng bo'lishi lozim.